yangi mashinani Abbosga tekshirib berordingda. O'tgan hafta men mashinam ozgina qirib olgan. Yoshligidan mashinasi bo'lsin orzu qiladi. Sani mani mashinam meni ko'nglim ko'taradi. Juda ham baxtlisan-da, o'rtoq. Nimaga? Bir emas, ikkita mashinam bor. Dang'illanma uchastkang bor, 2 etajli. Men ham shunaqa sharoitim bo'lganda baxtliroq yasharmidim. Bir kun onajonim bilan gaplashib o'tiribmiz. Zo'r mashinani ko'rib qoldim. Onajon, mana shu mashinani olsam baxtli bo'lardim dedim. Men bilgan achchiq, lekin sen bilmaydigan bitta haqiqatni aytaymi o'g'lim dedim. İnsanlar baxtni har doim kelajakdagi bir nuqtaga bog'lashadi. Ya'ni mashina olsam, uy olsam, mana shu uyimni qursam, baxtli bo'laman deb o'ylashadi. Lekin bilishmaydiki, muammolar, yetishmovchiliklar har doim bo'ladi. Derdilar jannati Farg'ona. Men hozir baxtli emasman. Men ota-onam bor paytlari baxtli bo'lgan ekanman. Buni hamma narsaga erishib, eng qadrli insonlarni yo'qotganman bildim. Endi aytchi do'stim. Kim